Onajonlar 8-mart muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar bo'lsin. Chunki sizning gapirgan gaplaringiz onalarning qalbiga yetib bordi. Senga onam deb tayyormi? Gullar tayyor, sovg'alar tayyor. Siz tayyormisiz? Assalomu alaykum hurmatli chiroqchiliklar. Bayram yaqin. 7-8-mart kunlari sizni onajoningizni, opangizni, singlingizni, ayolingizni hamda qizaloqlaringizni borib biz tabriklab beramiz. Chunki deganda o'zi yilda bir marta ayollar bayrami bor. Mana shu bayramni ham sovg'alarsiz, e'tiborsiz qoldirsak, bu uyat bo'ladi. Vau, mana jivoy gulni udarligini qarang, qanday chiroyli. Qarang, jivoy gul bor, xohlasalar sun'iy gullar bor, mana shokoladlar bor, mana turli xil ayiqchalar bor. Bolajonlar uchun hamda sevishganlar uchun mana 2 metrli ayiqchalarimiz bor. Ha, aytgancha onajonlarimiz uchun joynamoz ko'plami ham bor azizlar. Oldindan bir narsani kelishib olsak, o'tgan yil 8-mart kuni uspet qila olmay qolib, 9-mart kuni ham borib tabriklab kelgandik. Bu yil mana shu xato bo'lmasligi uchun 7-martdan boshlayapmiz. 7 hamda 8-mart kuni borib, sizning xonadoningizni bayramona shukuhda o'tkazib kelamiz. Musofirdagilarchi? Uzr. Hurmatli musofirdagilar, bemalol mana shu pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling va o'z kuningizni band qilib qo'ying. Biz sizning nomingizdan borib xonadoningizga onajoningizni, opa-singil, oila a'zolaringizni borib xursand qilib kelamiz. Aytgancha, mana shu Adi gullar do'koniga kelib, bemalol gullarni xarid qilishingiz mumkin. Aytgancha, mana shu pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib, dastavka chaqirishingiz ham mumkin. Muqaddas ayol